Baliq bozorini so'ragandinglar, baliq bozori keldi. Mana baliqlarni hozir sizlarga narxlarini birga bir ko'rsatamiz. Bu yoqda ko'rishingiz mumkin. Shu Tojikiston, Qirg'iziston so'ragan akalarimiz hozir narxlar bilan bir tanishtiramiz. Hormiy aka, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Qani endi bitta nima, nech pul bir chekkadan boshlayveramiz. Shuni o'tsa bo'ladimi aka? Asrans balig'imiz hechni hisoblanadi. Narxi 40 ming so'm. 40 ming so'mdan aka. Aka, bular sizda oldindan so'rab qo'y, dastavka bormi? Bo'yiga bor. Bor, ha? To'la oldindan faqat. To'la oldindan. Bitta O'zbekiston bo'yichami, boshqa viloyatlarga ham chiqarasiz? Bo'y viloyatga. Bo'ldi. Bular demak 40 ming so'mdan ketdi aka. 35 ming so'm mirni baliq, hechnilar bilan bemalol yuradi. Labio, akvarium teydi kirlarni, musorlarni tozalab yuradi. Aha, yaxshi. Bu hechni hisoblanadi. Papugay balig'imiz 130 ming so'm sotiladi, hechni baliq. Hechni baliq. Ha, bu hechniga kiradimi papugay? Bu hechniga kiradi. Afrika 100 ming so'm hechni baliq. Har xillari bor. Aka, endi so'roq, hozir yana qolganlarning narxi bor. Hozir mana bozorda savdosi chaqqon bo'lgan baliq qaysi? Hechni akula hisoblanadi. Hechni akula. To есть постепенно odamlar oladi. Har ko'p odam o'shandan oladi. Ha. Keyin ko'k bo'tsamiz bor 50 ming so'm. Привозноylar bular. Hechni, ha. Aha. Bular-chi aka? Kometa, sazan kometa deyiladi. Qora 10 ming so'm mirni balig'imiz, живучий. Hovuzda ham, ariqda ham, muzday suvda qishda umuman ovqat bermasangiz ham yuraveradi. Muzda tagida. Suvda ham yuraveradizlar? Yuraveradi. Filtr unchalik shart emas. Yo'q, umuman. Papugay panda balig'imiz 7 ming so'm hechni hisoblanadi. Bu ham hechni. Hechni ko'p ekan akalar. Labion oqi 30 ming so'm hisoblanadi. Mirni. Mirni bular. Bular podsvetkada rosa chiroyli ko'rinar ekan. Chiroyli, ha. Bularchi, bular shishadi ham. Jemchuk baliqlar. Jemchuklar. 25 ming so'm mirni baliq. Mirni balig'i. Bularchi aka? Bular sariq qora malineza deyiladi. O'zimizda ko'paytiriladi. Chetdan onalarini, otalarini olib kelinadi. 10 ming so'm. O'zimizda yaxshi ko'payaptimi aka bular? O'zimizda zo'r ko'payadi. Ha, yaxshi. Asosan Marg'ilonda ko'payadi. Ha, Marg'ilonda. 30 ming so'm indiyskiy noch hechni baliq. Aha, hechni. 25 ming so'm o'zimizda ko'paytiriladigan arandalar qizilmi. Mirni. 100 ming so'm papugay kichkinasi hechni. Hechni ham. 25 ming so'm. Yana aranda o'zimizda ko'paytiriladi. Qora malineza guppi 8 ming so'mdan mirni. Hamma biladigan hechni akulamiz. Aha. O'sha xadovoy. Hechni. Aha. Bular-chi aka? Bular Afrika hisoblanadi. Red, 5 color, blue, har xil ranglarni olib kelib beramiz. Leopard. Ha, привозной ham bor, olib kelib berasizlar. Ha, привозной o'zi olib kiramiz biz. Ha, bor. Ko'p baliqlarimiz привозной. Черный принц 30 ming so'm mirni hisoblanadi. 25 ming so'm akula baliq. Aha. Bular necha? Mirni hisoblanadi. Mirni bular. Mirni akula. Bular hamma biladigan eng arzon balig'imiz 3 ming so'm, 7 ming so'm, barbus balig'imiz 5 ming so'm, ternetsa baliqlarimiz mana ko'rsangiz bo'ladi. Mana pirene paku. Pirene paku naturali 30 ming so'mdan hechni baliq. Go'sht bersangiz yeyveradigan o'sha balig'imiz. Cherpashkalarchi? 35 ming so'mdan. Chaqaloqlarga zo'r narsa. Sikalanadigan baliqlarimiz 10 ming so'm mirni baliq. Snejinka Afrikani o'z messisi bu oq. O'zimizda ko'paytiriladi. 15 ming so'm hechni hisoblanadi. Boy aytib o'tganimda qizlarimda 20 ming so'm bu. Bu qorasi 12 ming so'm. Razmerini qarang, katta bo'ladi. Arzon narxi. Bu bilan o'zimizda yaxshi ko'payadi, aka. Adashmasam shular eng zo'ri ko'payadigan. Shular eng zo'ri. Xadovoylari. Teleskop hamma biladigan 15 ming so'm. Aha. 20 ming so'm aranda qizil. Bu ham 12 ming, 30 ming, 30 ming so'm, 30 ming so'm. 30 ming so'm. Ipasda ko'rib turganingiz bitta forum deyiladi. 400 ming so'm. Uni bitta o'zi yashaydi. Ha, bir o'zi. Ha, zo'r baliq. Agressivni. Bu mirniga kiradimi yo hechniga kiradi? Bitta oxirida ham mana bu sazan 12 ming so'm mirni. Krasniy shapchka 12 ming so'm. 20 ming so'm qizil aranda mirni. 12 ming so'm qizil aranda mirni, 12 ming so'm qizil aranda mirni. 12 ming so'm kometa mirni, sazan 12 ming so'm mirni. Xo'sh, aka endi savolni beramiz. Mana men oddiy odamman, baliq ko'paytirmaymiz deymizki, akvariumga tashlab qo'ymoqchiman uyga. Hechni. Qaysilarni qo'shib qo'ygan yaxshi? Hechni akula, Astrans, indiyskiy noch. Shu qo'shib qo'ygan yaxshi. Mirnilargacha aka? Mirnilarga ternetsa, plisos, pangas, har xil rang-barang baliqlar. Arandalarni tavsiya bermayman. Endi aka bitta sirdan katta bo'y akalarimiz keladi, terdirib ketadi-yu, o'zini uyiga. Qaysilarni terdirishadi aka?
Ha, takoy. Ko'y degan balig'imiz bor, chetdan keladi. U hozir bu yoqda yo'q, yo'q, umuman yo'q. Ha, bu yoqdan uni olishmaydi o'sha okalarimiz keladi. Ha. Yo, asosan ular turgan joyligidan telefon qilishadi. Telefon nomerimizni topib turib telefon qilishadi. 2000, 3000 har xil pulga qarab o'zligi zakaz qilishadi-da. Ularni o'zligiga qarab beradigan odamligi bor, ovqatini beradigan. Endi bo'lmasa aka mayli, bularni aytdik. Mana men yangi baliq boqib ko'paytirib daromad qilmoqchiman. Chunki gap yuribdi, что baliqchilik, baliq ko'paytirib dekorativ baliqlarda pul qilib bo'lmaydi, boshqa deyshadi. Endi aka mana yangi boshlayotgan 18-17 yoshli bolaga qaysi baliqni olib ko'paytirib daromad qilsa bo'ladi? Bitta ikkitasini aytsangiz aka. Tez Termitsa deb o'ylayman. Eng osoni mana shu deb o'ylayman men o'zimga. Eng osoni. O'zim uyimda ham ko'paytiraman men. Tez ko'payadigan, o'zi moslashib ketganlar. Yana qaysi aka? Guppi mana bu. Mana bu rang-baranglar. Bular 8 ming so'mdan ekan. Aka, mana misol uchun nechta olsa, katta ob'yomda olsa, nech puldan qilib berasiz? Misol 100 ta 50 ta olaman degan. Bizda Optimga keladigan odamlarimiz bor. 2000 ming so'm arzonroq qilib beramiz. Oladigan odamlarimiz. Uni ko'rishingiz mumkin. Qora qamishda aka o'tiradi, kirishda o'ng qo'lda o'zi Optimchilar. Endi aka nomeringizni ayting aka. 95 777 77 34. Nomerlarni oldinglar, kelib telefon qilsangiz bo'lar ekan. Optim xohlagan viloyatga dastavka qilib berar ekanlar. Muhammad Ibrohim akaning oldiga keldik. Mana Qora qamishda bozorda o'tiradilar, dekorativniy baliqlarga. Aka, narxlari bilan bir tanishdik. Mana bunimizda necha pul aka? 150 ming. 150 ming. Bu necha litrlik qanaqa ob'yomdagi basseynlarga, anaqaga akvariumlarga? 150 litr, 200, 500, 600 shunaqa. Bularchi? Ular 65 ming. 65 ming. Bu maydalarchi? Ular 40 ming, 35 ming. 40 ming, 35 ming. Mana bu jinnisi bor ekan. Bunisi necha pul aka? 650 ming. 650 ming. Bularning narxi qanaqa? Dekorativ o'tlar. Optim narx 65 ming. 65 ming. Gulligi 100 ming. 100 ming, aha. Bularchi? Bansa 150 mingdan, bansa. Xo'sh. Bularimiz endi Karallar 50 ming. Karal. Pastdagilarichi men bular? Maydasi 20 ming. 20 ming so'm, ha? Bularichi banzayga o'xshaganlari? Ular 65 ming. 65 ming ekan. Yana bitta kattasi bor ekan. Bunisi qanchaki bunga o'xshagan, ha? 150. Ha, 150 ming. Bular bor. 150 ming. Bularchi aka endi ko'zachalar mana bu narsalar. Bularchi 25 ming, 30 ming, har 25 ming, 30 ming har xil ekan. O'tlachi? O'tlar 95 ming. 95 ming ekan. Bo'y baland. Bu baland 60-70. 60-70. Dastavkangiz bormi viloyat bo'yicha? Dastavka bor. Biz o'zi optim sotamiz bu ishlarni. Ha. Dastavka beramiz. Yangiobodga chiqmaysizmi yo chiqasizmi? Yangiobodga chiqamiz. Yangiobodga ham bor ekan. Zo'n magazinchilar oladi asosan. Ha. Nomeringizni ayting endi. 94 667 44 77 murojaat qilaverasiz. Yaxshimisizlar? O'tgan videoda akani videoga olgandik, qo'ygandik. Bu safar ham keldik mana baliqlar narxlarini bilish uchun. Akaga endi savolim. Akajonim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sizlar yaxshisizlar? Sizdan o'tgan safar olib ketdik narxlarni boshqa. Bizaga endi mana so'rashyapti, Tojikiston, Qirg'izistondan so'rashyapti, qanaqa narxlari bormi deb turib. Bo'ladigan optim qilib takoy hadovolarni ko'rsating, tirs olishni obunachilarimiz uchun qilib beramiz shunaqa narx, mana aytamiz. Qarang, ko'ring. Mana shu maydalar ko'rayotgan hamma maydalarning narxi o'tgan safar 35 mingdan o'rdik. Bu safar 25 mingdan optim. Bu optimga 10 ming tushib beryapti. 10 tadan ko'p olgan odamga. 10 tadan ko'p 25 optimga berar ekan, 25. Aralashiga faqat 10 tadan ko'p odam olganga. Уже 10 mingdan tushib beryaptilar pashti. Bu 10 mingdan tushib beryaptilar, bu уже hazil ekan emas. 10 tadan olib turib, mana ko'paytiraman deganlarga ham bu hali semenni ham bor dedilar. Ularni ham ko'ramiz. Xo'sh aka, ketdi. Endi qaysilar? Men pilososlar kelgan. Yangilar 150 mingdan. 150 ming. 150 mingdan. Juda ham zo'r. Akvarium tozalash uchun. Akvariumni yaltilatib beradi. Tozalayib beradi. Yaltilatib beradi. Akvariumda bo'lishi shart bu. Juda ham. Mana bolalari ham bor, bitta qo'yib qo'y. Bular mirnilar. Mirni sifatroq. Mana shu shunaqa narsani aka xishniklar bilan yuradiganlar ham bormi? Yuraveradi bular. Xishniklar bilan ham mirnilar bilan bemalol yuraveradi. Bemalol chiqishaveradi. Bunga. Mana aka, bulari
O'tgan safar hammasini aytuvdik. 80 mingdan deb. Narxi o'zgarmadi demak hali beri, ha? Buni narxi obunachilarimiz uchun 70 ming so'm beramiz. Optim narx 70 ming. Hammasini O'sha 10 ta, o'sha gap, 10 ta oladiganlar. Xolisanglar mana 7 minglik bavlarimiz ham kelgan. Buni ham 5 ming beramiz Optimga. Optimga ko'ngil. Mana 35 minglik bavlarimizni ham 25 ming beramiz. Bularchi? Bu ota-onalari buni. Buni ota-onalari Ko'paytirishga olsa bo'lar ekan. ko'paytirishga olsa bo'ladi buni, bemalol. Normalniy bo'ladi. Tayyorani Tayyor oylab. ba'zi bir joylarda ishlaydi, malodoylarni berishadi mana. Tayyor bolalarni isbot bilan turibdi. Kuniga 300 ta 400 ta bola beradi. Kuniga emas, oyiga. Oyiga bitta sezonida. Bitta sezonda. Mana bunaqa zo'rlari kelgan, bu привозной bular. Привозной juda ham zo'r. Bular qanchadan degan bog'larimiz. Bulari shu 70 mingdan 10 mingga beramiz obunachilarimiz uchun, Optimga. Bulari tayyor oila. Ha, bu butun sel oila. Ha, oila tayyor. Endi ani ozgina vaqtdan keyin ishlaydi bular. Bu qanchaki Optim mashinasini olsa? Bularni shunaqa narx Optimga 70 ming so'm beramiz. Bir xil narx. Obunachilarimiz uchun undan ham qimmat sotamiz. Zo'r ani. Ko'ryapsizlarmi? Nima 80 ming, 90 ming sotdik. Yani obunachilarimiz uchun olgan biroz gapirib bo'laman. Chiroyli qilib beramiz. Biroz undan oldingi ham qo'yganman, boshqa narxlar ham yozilganmi? Bilgan odam sirayingiz qoladi. Chunki 3 ta joyda oldimdan aka, narxini sirayingiz qo'yaverasizlar. Bu yoqda ham dastlab qilib beradilar. Bu yoqda ham baliqlarimiz bor, bitta ko'ring. Mana necha pullar ekan endi, ana aka. Mana asranas albinoslari kelgan. Juda ham neobычный mana, ko'rsanglar bo'ladi. Bular qancha? Bular 150 ming donasi. 150 ming dona. Kelinglar. 150 mingdan. Bulari 170 mingdan mana. 170 mingdan. Hamlari 200 mingdan mana, yengillari. Yangi kelgan привозной bular. Yo'q, Mesni o'zimizda chiqqan. Yangi faktor. Bulari 250 mingdan. Endi qarang, bu yerda ham mana tayyor oila bor, bitta ko'ring. Tayyor oila, mana tepasi qizilib, tayyor oila. 120 mingdan sotamiz, 110 mingdan tekis qilib beramiz buni ham. Chiroyli qilib. Bularni vaqt ketkazmay telefon qilinglar. Bizda sira olishadi. Bunaqalari bor, zo'rlari bor. Bular ham 120 mingdan donasi hammasi 120 mingdan. Obunachilarimiz uchun. Mana bu yerda ham kechliklar bor. Bular agressivniy juda ham. Aha. Bular ham yuradi. Amerikalar bilan yuradi bular. Meranilar bilan. Bular ham 200 mingdan donasi. 150 ming deydi. 150 ming. Keyingi hafta salqin tushib qolyapti xolos. Aka, ana bu yoqda ham baliqlarimiz bor. Har xil baliqlarimiz mana. Akajon, endi hadeb bitta yoqda ko'rganimiz aka aytdilar. Hadovoy ko'p olishadi, qaysi nimani olishadi deganimda aytdilar. Juda hechlik akularni ko'p olishyapti işte. Hadovoy juda oddiy oila ham, boshqasi ham aralashib o'riladi dedi. Siz qaysini aytasiz? Qaysini ko'p aralashib olaverishadi? Hani bozori, chaqqoni bitta ikkitasini aytsangiz aka. Qiziqda boshqalarga. Masalan, shu balig'i yaxshi ketadigan nosda, to'g'ri. Hani nima deydi? Odam tanlamaydigan bo'ladi-yu, hamma o'veradi. Любой anaqa akvariumga tushaveradi yana. Mana shu maydalarni ko'ryapsizmi hammasini? Aha. Mana shu maydalar hammasi talab kuchli. Talab Manda sotiladi hammasi. Har bozor javomisi 20 ta o'tib sotiladi. Javomisi mana hammasi maydalar o'zi nima deydi? Hamyonbop bo'ladi, ham ketaveradi. Ana arzonligiga ham sotilaveradi. Katta-kattalardan-chi ko'rsatingchaki qaysi yaxshi? Katta-katta baliqlar Ketadigan, chunki qiziqishadi. Katta-katta bitta video olaylik mana shuni. Olib kelib qo'shib, o'shancha ochib hammasi hadovoy baliq. Hammasi hadovoy. Hammasi yaxshi ketadi. Mana shu ko'rayotganingiz hammasi. Endi aka o'tgan zaman nomeringizni ko'rganlar bor, eringanlar bor. Nomeringizni aytib yuborasiz endi. Necha aka? 93lik 155 1345. Hammasidan bor toshlar. Necha puldan akvarium toshlar? Hammasi kilosi 10 ming so'm. Kilosi 10 ming. Kilosi 10 ming so'm. Bu taqalgan narxini kechda qilib bera olmayman. Atagi zo'rlar mana. Dekoratsiyaga oq toshlar, qora toshlar, hammasi. Bular qanchadan? Bular ham kilosi 10 ming. Kilosi 10 ming. Kilosi 10 mingdan hammasi. Kilo zo'rlar ekan. Sifon shu. Juda ham zo'r. Buni ko'pchilik bilmaydi. Bu zo'r narsa. O'zimda ham bor. Tez tozalab olish uchun zo'r narsa. Tosh izi ichida yag'irlarni tozalab beradi. Bu 60 ming so'm narxi, bunisi 90 ming so'm. Bir xilla
olishadi, chelakda solib, yengilab o'tirishadi, qiynalib. Mana shu ishinglarni tezlashtirib beradi. Bu zo'r. Juda ham zo'r. Toshlarni Ayniqsa tozalab beradi. ofisdagi joylarga zo'r bu. Toshlarni kirlarini tozalab beradi.